Bu yil eng trenddagi gilos Nimba. Hozirlarga kalibrini tekshirib ko'ramiz. Qani nechiga chiqdi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana sizdik yiriligini qaranglar bu gilosni. Kalibrovka yoz qo'yib ko'ramiz. Nimba gilos qani nechiga tushar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana 30 ga qo'ydik. Otuz ikki. Mana 34 ga tushyapti. Eng yirik gilos Nimba bo'ladi mana daraxtning ustidan uzdik akalar. Kalibrga qo'ydik. 2026-yilda eng lider gilosi mana shu Nimba bo'lib olib kelingan. Yaqinroq ko'rsataylik. Mana bu. Donini qaranglar. O'ta yirik gilos mana. Hamma tomonlama Dubayga, Rossiyaga, Dubai bozoriga olib kirsalaring qimmat sotiladigan gilos shu bo'ladi. Bu yil bizda uni ko'chatidan bor. Juda yirik kalibrni qo'yib ko'rsatdim. Like podpiska yozib bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa bog'larni yaratish bo'yicha maslahatlar olishlaringiz mumkin. Telefon qilaverasizlar.